Türkistan fəxrlik oğlanları, bay fidayiləri. Artuş Boğra. Şərq Türkistanның yaxınqı zaman tarixida Xitay təcavüzlərinə qaqşatqıç zərbə bergan bay fidayilərdən Musa Toxtuniyaz, Muhammed Eysalar Şərq Türkistan fidayilərinin bizga ismi və iş izləri aşkarlanğan hamda Xitay təcavüzlərini unutulğusuz vəhimə düşüşüge səbəb bolğan batur, qəhrəman mücahidlərimizdir. Allah'ın izni bilen 18 sentabr başlagan fidoyilik hareketini 56 günden artık devam kılıp Xitay tecavüzlerinin 10 mingdan artık kurallık muntazam askerini, zamonaviy qurollarni, yuqori texnikalik asboblari bilan qurollangan Xitoy tajovuzlariga qarshi turib, Xitoy tajovuzlarining hayvasini yerga urdi. 17 nafar fidoyini tutolmagan, o'zini dunyoda askari kuchi, iqtisodiy, zamonaviy qurollar bilan tangdossiz kuchli hisoblab ko'ranilib ketgan tajovuzlar baybidoylarning bir qismi tutilguncha dunyoga ovozini chiqara olmadi. 56 kun jarayonida baybidoylari ham qo'noq yer osti suyini ichib turibmi xitoy tajovuzchilariga qarshi partizanlik harakatlari ilib berib xitoy tajovuzlarining sodiq g'alchisi bo'lgan mamatjon to'xtaniyoz qatorliqlarni jahannamga yo'lga soldi. Xitoy tajovuzlarining askarlari bo'lsa obdan tomoqlarni yeb tikshurlar bilan tog' ustiga chiqqan bo'lsa-mu, ammo Allohning yordami bilan 40 dan ortiq Xitoy tog'dan yug'lab o'ldi. Bay fidoyilarni tutolmay neticesi kalısını adaştı. Demek Xitay tecavüzleri Şərq Türkistan'da yeni bir qıtım məğlub oldu. Bay fidoyilardan Musacan, Toxtuniyaz, Muhammed, Eysalar başlayan bu fidoyilik hareket meşili uçup kalmaydı, mengü devamlaştı. Allah'ın dini şu rayında üstün kılmen, Allah'ın buyruğunu kılmen, toskandan yanamen diyen, Allah'ın razasını gözlep, şunun için hareket kıldıgan Şərq Türkistan fidoyilarının sebebi kengiydi, devam kıldı. Bay fidoyilariga o'xshash Sharq Turkistonning faxrli mujohidlari Sharq Turkiston tarixiga yangi betlarni yozib qoldirdi. Ba'zilari Allohning dargohidagi katta mukofotga muyassar bo'lyotdi. Asrga tushganlar bo'lsa iymon kamariga Makka islab Xitoy tajovuzlariga tiz bukmay turgan tirik mujohid Abduvali Abdukarimga o'xshash 24 yildan buyon Xitoy tajovuzlariga qo'rqoq silib turmoqda. Ey Sharq Turkiston fidoyilari, sizlarni biz Sharq Turkiston xalqi va dunyo musulmonlari sizlarni unutmaydi. Sizlar ichki dunyoda baxtga erishguchilar, sizlarga biz hasad qilamiz. Sizlar algan mukofotni hamma kishi muyassar bo'lolmaydi. Sizlar nima degan baxtli, faxrli mujohidlarsizlar. 2015 yili 12 oy Stockholm.